Washington shtatining Seattle shahrida Qoraqalpog'iston aholisi uchun Amerikaning Project Cure kompaniyasi tomonidan tashkil etilgan xayriya loyihasi doirasida birinchi insonparvarlik yordamini yuborish marosimi bo'lib o'tdi. Elchixonamiz tomonidan berilgan ma'lumotga ko'ra, tadbirda Boeing kompaniyasi vitse-prezidenti Monte Fraser, Project Cure nodavlat tashkiloti prezidenti Douglas Jackson va ushbu nodavlat notijorat tashkilotning xorijiy hukumatlar bilan ishlash bo'yicha direktori Melissa Esposti ishtirok etdi. Mazkur tadbir Qoraqalpog'istonga insonparvarlik yordamini tashkil qilish doirasida Project Cure va Boeing bilan hamkorlikda uyushtirildi. Mazkur yuk tarkibining qiymati $3 million dan iborat tibbiyot buyumlari va jihozlari, o'pkani sun'iy shamollatish moslamalaridan tarkib topgan 40 futlik 10 ta konteynerni o'z ichiga olgan. Qoraqalpog'iston Sog'liqni saqlash vazirligi so'roviga binoan Project Cure tomonidan Seattleda shakllantirilgan gumanitar yukning birinchi jo'natmasi qariyb 6 tonnaga teng. Ushbu yukni Kansas Citydan Seattlga 3000 kilometr masofada Pensilvaniya shtatidagi o'zbeklar diasporasi faollaridan biri, logistika kompaniyasi asoschisi Ahmadjon Odilov beg'araz amalga oshirdi. Bundan tashqari AQShdagi vatandoshlar tomonidan asos solingan Give to Get International xayriya tashkiloti ko'magida mustaqil ekspertlarning Qoraqalpog'istondagi tibbiyot muassasalarining ehtiyojlarini baholash bo'yicha xarajatlari to'landi. Boeing vitse-prezidenti Monte Fraser o'z so'zida kompaniya rahbariyati so'nggi 25 yil ichida Uzbekistan Airways bilan yaqin hamkorlik o'rnatgani va O'zbekistonning aviatsiya sohasining rivojlanishidagi yutuqlarini yuqori baholashini ta'kidladi. Biz Qoraqalpog'istonga gumanitar yukning birinchi partiyasini Dreamliner samolyotida yuborish tadbirida ishtirok etayotganimizdan juda xursandmiz, dedi Monte Fraser. Ayniqsa koronavirus pandemiyasi bilan bog'liq bugungi sinovli vaqtda ushbu xayriya tadbiriga ulush qo'shayotganimizdan mamnunmiz. Boeing vakili ushbu tadbir amerikalik samolyot ishlab chiqaruvchi notijorat tashkilot va elchixona o'rtasidagi muvaffaqiyatli davlat-xususiy hamkorligiga yaqqol misol bo'lishini ta'kidladi. Monte Fraser Boeingning O'zbekiston bilan strategik hamkorligini davom ettirishga sodiqligini tasdiqlagan holda Project Cure loyihasiga $100 ming miqdoridagi chek topshirdi. Ushbu mablag' Orolbo'yi aholisi uchun navbatdagi gumanitar yordamni yetkazishni moliyalashtirish uchun ishlatiladi. Beg'araz ko'mak Toshkentdan Nukus shahriga yetkaziladi. Ma'lumot uchun tibbiy jihozlar bilan ta'minlangan navbatdagi 4 ta konteynerdagi insonparvarlik yuki yoz fasli oxiriga qadar Orolbo'yi mintaqasiga yuboriladi.